chol yashardi shohona, kampir unga parvona. Bir kun shamallab qolib, cholni qildi devona. Bir kun shamallab qolib, shohni qildi devona. Sumalakda tik turib, oyoqdan zaq o'tibdi, kelib qolar deb choli tuni bilan kutibdi. Kelmayapti deb choli tuni bilan kutibdi. Endi bo'lsa ish yomon, kampiri bo'lsin amon. Hammalari jam bo'lib bordilar doktor tomon. Doktorlar zo'rlik bilan kampirini olib qoldi. Ketolmadi choli ham uning yonida qoldi. Kampir qurg'ur ingranib tun bo'yi uxlamadi. Chol ham yotmay tik turib oyog'in uqaladi. Tong ottirib qarasa oyoq ko'karib ketgan. Oyoq bo'lsa mayliya hatto tizaga yetgan. Ularning bu ishlari shov-shuvga sabab bo'ldi. Natijada kampiri cholini uyga quvdi. Natijada kampiri cholni uyga quvdi. Hangomaning qizig'i mana endi boshlandi. Chol to'shakda yotolmay ko'zi yum-yum yoshlandi. Tuni bilan tik turib belni oldirgan ekan. O'z g'amini unutib uni o'ylagan ekan. O'g'il qizlar yig'ilib cholning ko'nglin topmadi. Kampirni olib kelishdan boshqa iloj qolmadi. Bir amallab kampirni uyga olib keldilar. Doktorlarga hammasi tilxat yozib berdilar. Kampiri eski sandiqdan 40 yillik yog'ni oldi. Allohidan choliga komil shifo so'radi. Cholin belini obdon qalin qilib yog'ladi. Cholning belini obdon qalin qilib yog'ladi. Qo'lida yoq yuqini oyog'iga siladi. 40 yillik chori yog'i kasallikni qirqadi. Choli kampir azaldan shunga amal qiladi. Mana endi hamma sog', hamma uyda jamul-jam. Chol yon boshlab yotibdi, kampiri unga hamdam. Chol yon boshlab yotibdi, kampiri esa hamdam.